Limon allaqachon yer sharidagi eng foydali sitrus mevalardan biri sifatida nom qozongan. Bu meva haqiqatdan ham juda ko'p foydali xossalarga ega. Lekin biz uchun oddiy bir mevaga aylangan. Limonning foydali xususiyatlari barchaga ayon. U immunitetni mustahkamlaydi, shamollash kasalliklariga davo, hazmni yaxshilaydi, aterosklerozga qarshi kurashadi, ortiqcha vazn bilan kurashishda yordam beradi. Bugungi videomizda sizlar uchun limondan foydalanishni 10 ta layfhakini taklif etamiz. Videoni ko'rish sizga limon qanchalik universal meva ekanligi, uyingizda har doim kamida 2 ta limon saqlashga odat qilishni tushunishga imkon yaratadi. Limon vitaminlar bombasi. Limon bu vitaminlar va minerallar xazinasidir. Limon vitamin C manbai bo'lib, u metabolizmni normallashtiradi va immunitetni kuchaytiradi. Shuningdek, u A, E, D vitaminlari, B guruhi vitaminlari hamda kaliy, mis, ftor va sink kabi mikroelementlarga boy. Agar limondan maksimal foyda olishni istasangiz, uni barra iste'mol qilish kerak. Har qanday termik ishlovdan so'ng meva o'z foydali moddalarini yo'qotadi. Salomatlik, yoshlik va go'zallikni saqlash uchun dietologlar har tong limonli iliq suv ichishni tavsiya etishadi. Limon noxush hidlarni yo'qotadi. Oshxonada turli mahsulotlar bilan ishlaymiz va ularning hammasi ham xushbo'y emas. Piyoz va sarimsoqning hidi yog'och taxtakach yoki qo'l terisida uzoq vaqt saqlanishi mumkin. Hatto sovun bilan ham ketmaydi. Bunday hiddan xalos bo'lish uchun limon sharbatini chiqarib, taxtakach yoki qo'llaringizni shu bilan yuving. Hid izsiz yo'qoladi. So'ngra limon sharbati surtilgan joyini oqib turgan suv bilan yuvib olinadi. Limon mevali narezkani himoya qiladi. Banan, olma va nok kesilgandan keyin juda tez qorayib ketadi. Buni oldini olish uchun qirqilgan mevalar ustiga limon so'ki sepib chiqiladi, yengilgina qilib. Mevalar tarkibida ko'p miqdorda temir moddasi mavjud. U havoda oksidlanib, qora tusga kira boshlaydi. Limon kislotasi bo'lgan muhitda bu reaksiya sekinroq kechadi. Limon yordamida qo'llardagi meva shirasi dog'lardan qutulish. Yoz fasli shirin mevalar, rezavorlar fasli. Ammo ba'zan rezavor mevalar shirasi teriga singib ketib, dog' qoldiradi va ularni o'chirish oson bo'lmaydi. Bunday vaziyatda limon suqiga ozgina un qo'shib, pasta hosil qilinadi. Pastani qo'lga surtib, bir necha daqiqa turgach yuvib tashlanadi. Shunday usulda dog'lardan qutulish mumkin bo'ladi. Limon ajoyib dog' tozalagich. Limon nafaqat qo'llaringizni tozalaydi, balki kiyimdagi dog'lardan ham xalos qiladi. Kiyimdagi shira dog'lar, ter dog'lari, sharob yoki lab bo'yog'i dog'larini barchasini limon yordamida tozalash mumkin. Dog' ustiga limon sharbatini seping va ustiga tuz seping yaxshilab. Keyin suv bilan yuvib tashlab quritish mumkin. Dog'lar ketadi. Oyna va shisha idishlarni tozalab yaltiratish. Limon yordamida shisha idishlar, oyna, oynali mebellarni yaltiroq holatga keltirish mumkin. Bu tabiiy va xavfsiz usul bo'lib, kimyoviy vositalarsiz ham ajoyib natija beradi. Buning uchun 1 stakan iliq suvga 2 osh qoshiq limon sharbati va 1 osh qoshiq kraxmal, kartoshka yoki jo'xoriniki soling. Aralashtirib hosil bo'lgan suyuqlikni purkagich idishga solib, oynalarga, shisha idishlar va boshqa yaltiroq yuzalarga sepib, latta bilan arting. Sepilgan yuzadagi dog'lar ketib, yaltiroq toza ko'rinishga keladi. Kran, dushdagi toshlarni, nalyotni ketkazish. Rakvinadagi dushdagi qotib qolgan oq, sarg'ich tusdagi tosh, nalyotlardan qutulmoqchimisiz? Limon yordam beradi. Buning uchun limonni yuqa qilib kesib, nalyot bor joylarga qo'ying. Ustidan marli yoki latta yopib yoki bog'lab bir necha soatga qoldiring. So'ngra yengil ishqalang. Toshlar ko'chib tusha boshlaydi. Oshxonadagi chirklarni ketkazish, limon, soda va sirka bilan. Oshxonada shkaf yonlari, plita atrofi, stol yuzasi kabi joylarda yog'li kir qatlami to'planadi. Ularni tozalash ancha qiyin, ammo sizda limon, soda va sirka bo'lsa, bu muammo oson hal bo'ladi. Buning uchun
Bir osh qoshiq sodaga yarimta limon sharbatini qo'shib pasta hosil qilinadi. Pastani yuzalarga surtib 5 daqiqaga qoldiriladi. Keyin uni ustiga biroz sirkali suv sepiladi. Ya'ni uni quyidagicha tayyorlash mumkin. 1 stakan suv, yarim stakan 9% sirka bilan aralashtiriladi. Purkagich orqali sepiladi. E'tibor qiling, sirkali suv alohida sepiladi. Agar sirka pastaga qo'shib yuborilsa, tozalash samarasi pasayadi. So'ngra suv bilan tozalash davom ettiriladi. Choynakdagi nakib qatlamni limon orqali ketkazish. Vaqt o'tishi bilan choygim ichlarida nakib to'planishi tabiiy hol. Undan xalos bo'lish uchun choygimga suv to'ldirib, ichiga yarimta limonni kesib solinadi yoki 2 osh qoshiq limon sharbati qo'shiladi. Choygimdagi suv qaynatiladi. O'chirib, shu holatda 1 soatga qoldiriladi. Keyin tozalab yuvib olinadi. Mikroto'lqinli pechni limon bilan tozalash. Mikroto'lqinli pechga yarim stakan suv qo'ying. Unga yarimta limonni to'g'rab soling. Pechni 3-4 minutga qo'ying. Suv qaynab bug'lansin. Vaqt tugagach eshikni 2-3 daqiqa ochmay turing. Bug'da kirlar ivib olish kerak. So'ngra latta bilan ichidagi kirlarni osongina artib olasiz. Ko'rib turibsizki, oddiy limon orqali uyimizdagi turli muammolarga yechim topishimiz mumkin. U nafaqat salomatlik uchun, balki tozalik va ozodalik uchun ham tabiiy va xavfsiz yordamchimiz bo'la oladi. Kimyoviy moddalarsiz tabiatni o'zi bizni qo'llab-quvvatlamoqda. Shuning uchun ham uyda limon doim bor bo'lishi kerak. U juda ko'p sohalarda bizga xizmat qilishi mumkin. Yangi va foydali layfhaklar, e'tibor tortar videoroliklar orqali uchrashguncha xayr deymiz. Xonadonlaringiz doimo toza, qalblaringiz esa nurli bo'lsin.